Alloh taolo dinni bilasizlar asosi Qur'on. Asosi hadis. Qur'on 23 yilda shakllangan. 23 yil payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik davrlarida yashadilar, 40 yoshda payg'ambar bo'ldilar va dinni bizga ham amaliy ham nazariy tushuntirib berdilar, bayon qilib berdilar. Chunki Qur'onda namoz o'qi degan so'z keladi xolos. Uni rakatlari qanday o'qilishini Rasululloh tushuntirganlar. Ro'za tut degan so'z keladi. Uni qay mahal yopadi, qay mahal ochadi va orada qanday nimalar qilmaydi Rasululloh tushuntirgan. Tahorat qil degan Xudo Qur'onda. Betingni yuv, qo'lingni yuv, boshingga mas tort, oyog'ingni yuv degan. Endi u qo'l qayergacha? Qo'ltiqqachami? Yo chig'anoqqachami? Oyoq chotgachami, tizzagachami yo qayergacha? Buni Rasululloh alayhisalom bayon qilib, o'zi Rasul payg'ambarlarning ishi Allohning dinini bayon qilib, kengaytirib, tushuntirib beradi. Amalda bajarib, ko'rsatib, tushuntirib beradi. Ya'ni Rasululloh alayhisalom 23 yil payg'ambarlik davrlarida Qur'on shakllangan bo'lsa, Qur'on va hadisni o'rganadigan bo'lsak, Rasulullohning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, inson bolasi uchun u o'zi yakkaga bo'ladimi? Yo butun jamoatimizga bo'ladimi? Butun jamiyatga bo'ladimi? Tabiatga bo'ladimi? Farqi yo'q. Nimaki bo'lsa, zarar bo'lsa, Alloh taolo dinida hammasini zapret qildi, man qildi, qaytardi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar